Bugun 2025-yil 24-noyabr. Pomidorlarimizni o'rnini tozalab bo'lib qoldik. Endi olib chiqib tashlasak bo'ldi. Bu ozgincha bir ma'lumot shu nematoda nimalar haqida. Mana 8 sotiligimizdan bunga pomidor ekishdan oldin yuvilgandi bu yerimiz. Yuvilgan yerimizda unchalik nematoda kuzatilmadi. Virus ham uncha nima qilmadi, kam tushdi. Nematoda ham kam tushdi, rasa ham kam tushdi nematoda. Bittasida bor, bittasida bor, asosan ko'pida yo'q, mana shunaqa bo'lgan. Endi bularning hammasiga o'zi koreyskiy burnout degan nematodaga qarshi yatdan quyib chiqqandik. Burnout nomli. Bularni aslida stakanga urug' tashlashimizdan oldin pomidor urug'ini tamashi ekilgan, shu yetishtirgan pomidorlarimiz urug'ini tashlashdan oldin stakan qilganimizda stakanda obrobotka qilganmiz burnout bilan 10 litrga 5 gram qilib leykada quyib o'rganmiz. Keyin ekishga ekkanda quydik. Xullas ekkandan keyin ham bir 3 martami burnoutdan quydik. Endi shu yaxshi deb tavsiya berishganligi uchun o'shandan ishlatganmiz. Endi oldin vidat ishlatganmiz. Vidat endi sal kuchliroq bo'lganligi uchun turish muddati ko'proq bo'lganligi uchun bunga qilmagandik aslida. Keyin ishlamayapti deb aytishgandi. Vidat ishlamayapti, burnout yaxshi deb berishgan. Xullas quydik. Hammasiga bir xil quyilgan, 20 sotiyda hammasiga bir xil quyilgan, bir xil qaralgan. Mana shu 8 sotiligimizda yuvilgan yerimizda pol-pol qilib yuvganmiz. Endi videolari ham bor uni. Bunda kamroq, nisbatan juda ham kam. Hosildorligida razницasi katta emas, lekin u Sabina, bu tomonga Sabina ekkanmiz. Bu tomonga Zamira ekkanmiz. Sabina bilan Zamirani hosildorligi uncha katta raznica bo'lmadi-yu. Zamira baribir yaxshiroq bo'ldi. Hosil kamroqligiga qaraganda ham Sabina kattaroq bo'lsa ham kech qizardi ancha. Zamira erta yaxshi bo'ldi, nima qizarishi zo'r bo'ldi-da. Erta bo'ldi. Xo'p. Bunga virus tushib qoldi pomidorlarga. O'rniga biroz joyiga bodring ekkandik. 700 tub bodring ekkandik. Endi bodringni tomirlarini 100% ko'rsatib bera olmayman. Bodringga mana ko'p tushmagan nematoda. Shunday ko'rsa ham bo'ladi. Ko'p tushmagan. Tushgan joylari ham bor. Nematoda kuchli rasa avj olib ketgan joylarda ko'proq tushgan bo'lishi mumkin. Atak mana tomiri. Bodringda Xudoga shukr, rasa zo'r foydalandik, zo'r sotdik. Kechaginda 23-kuni oxirini sotdik, noyabr 23-noyabr kuni shu 25 ming so'mdan 18-20 kilocha chiqdi mana shu o'zidan. Arzimagan joyda. Palaklar ham o'lgandi. Bularda Zamirada bu yerlarimizda, bu teplitsalarimizda sal kamroq bor, nematoda kamroq. Ba'zi joyda ko'p, ba'zi joyda kam. Mana nematoda bunda lekin to'lib qolgan. Xullas, shu darajada nematoda tushganlari borki, o'shalardan hosil bo'lganiga ham shukr qilsak bo'lar ekan. Mana nematoda. Toza palayani tomirini o'zi yo'q, toza. Mana shu 4-teplitsamizda rasa ko'p, hosildorlik vashshi bo'lmadi shu teplitsamizda. Tomirlarni yulsak, tomirlar to'lib qolgan nematodaga. Bu 3-teplitsamiz ham shunaqaroq. Narigi ikkita teplitsa yaxshi, ancha yaxshi. Bunimiz ham bittasi bor, bittasi yo'q deb hisoblaydigan bo'lsak,
Lekin mana 4-tipli samizda juda ham bor mana. Nematodda mana shunaqa qilib yuboradi. Tomir ham mana oddiy tomir, lekin nematodda chaqadimi, bilmayman, ish qilib nimasini kuzatib ham ko'rib bo'lmaydi-yu. Shunaqa darajada qilib yuboradi uni. Mana shular ham oddiy, kichkina tomir bo'lishi kerak o'zi aslida. Xudoga shukr, shu darajada bo'lib ketibdi. Bilmabmiz-da, endi biz bilmadik, chunki dori quyganmiz, boshqa qilganmiz. Endi tomirini yulib ko'rmaymiz. Chunki tuppa-tuzuk turgan pomidorni tomirini yulib foydasi yo'q. Virus bo'lganlarini yulganimizda unaqa nematodda bunchalik darajada avj olib ketmagandi, bor edi-yu. Kichkinaroqligida ham tushdi. Lekin bunaqa darajadasini ko'rmagandik mana bu yil. Agar shu darajada nematodda bo'ladigan bo'lsa, o'zi ekin oxiriga pishishga bormasdan qurib qolish kerak edi palaklari. Ekinlarni hosil olib bo'lmaydigan darajadagi nematodda tushgan. Lekin yaxshi, Xudoga shukr, yomon sotmadik. Ancha biz qancha kasalliklar bilan kurashdik. O'shalarni hisobga olgan holda biz uchun shuncha yana keldi. Kasallik nematodda, mayli nematodda oldin o'zi nematodda eng yomon kasallik bo'lardi biz uchun. Asosiy kurashadiganimiz nematodda bo'lardi. Bo'ldi, boshqa kasalliklardan hech qanaqa nima yo'q edi. Hozir nematodda eng oxirgi o'rinda. Mana virus bor, mozaika virus bor. Tober virusi bor. Shular bilan o'zi esdan ham chiqib ketadi nematodda. Xullas, daromadini hisoblab ko'rmadik. Chunki sotdik, har kuni sotdik uni uchun maydalab sotdik. O'zimizni Yangiyo'lda, Toshkent viloyatida Yangiyo'lda dehqon bozor bor, o'shda postoyanniy klientimiz bor. O'shanga olib borib berdik, rosa ko'p. Почти deyarli har kuni shularga olib borardik. Keyin boshqa klientga ham tonna bo'lganda, ko'proq chiqqanda boshqa klientga berdik. Oxirgi berganimiz shu katta berganimiz shu 1 tonnadan oshiqroq bo'ldi. Kecha yaqinda berganimiz.